Assalomu alaykum Edo ijro foydalanuvchilari. Navbatdagi mashg'ulotimizda mutaxassislarimiz bilan birgalikda devonxona sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Tizimga kirgandan so'ng tizim interfeysi quyidagicha aks etadi. Demak, ekranning chap qismida asosiy ish qismimiz, ya'ni asosiy menyular shu qismda joylashgan. Yuqoridagi tugma orqali menyularimizni yashirib qo'yishimiz yoki qaytib ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Ekranning o'rta yuqori qismida demak kim tomonidan kirilganligi, qaysi tashkilot va lavozimi, yuqori o'ng burchakda tizim interfeysi, tizim tillari va profil sozlamalarni sozlab olishimiz mumkin bo'ladi. Tizimning bu qismida esa demak bizdagi hujjatlar holati bo'yicha aytib turadi. Demak, imzolash uchun kelgan hujjatlarimiz, kelish uchun kelgan hujjatlarimiz va tashkilot rahbarlari profili uchun esa bu yerda rejalashgan hujjatlar holatini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Pastki qismida esa demak bizda ijro uchun hujjatlarimizni topshiriqlar holati bo'yicha bajarilmoqda va muddati o'tgan va shuningdek murojaatlar holatida ham xuddi shunaqa demak bajarilmoqda va muddati o'tgan hujjatlarimizni ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Tashkilotning biror bir xodimiga devonxona roli berilgan bo'lsa, asosiy ish qismida devonxona sozlamalari bo'limi paydo bo'ladi va bunda bir nechta menyular mavjud. Ishni boshlashdan avval har bir tashkilotning o'zi nomenklaturasi va ish yuritish tartib qoidalari bo'yicha tashkilot sozlamalarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Demak, tashkilot sozlamalarini amalga oshirish uchun devonxona sozlamalariga kiriladi. Bu faqatgina devonxona sozlamalari devonxona roli berilgan xodimga bo'ladi. Demak, sozlamalarda nimalar mavjud? Sozlamalarda hujjatlarni kirim va chiqim qilishdagi uchraydigan holatlarni sozlab olish mumkin. Demak, bunda sozlamalarda birinchi navbatda hujjat turi mavjud. Demak, hujjat turi bu hujjatlarni kirim qilish vaqtida hujjat turini ko'rsatish uchun ro'yxatni o'zimiz yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yetkazish usullari, jurnallar, masalalar, rahbariyatlarni belgilab olishimiz mumkin. Quyi tashkilotlarga topshiriq tushirish, mazmun namunalarini, guruhlarni, chiquvchi hujjatlar loyihalarini shakllantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Tashkilotdagi kirim va chiqim hujjatlarini avtomatlashtirishimiz yoki shuni qilishimiz mumkin. Bundan tashqari tizimda yo'q tashkilotlarni shakllantirishimiz va topshiriq bera oladigan hafta kunlarini belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi har bittasini ko'rib chiqamiz. Demak, hujjat turi. Demak, hujjat turlarini yaratishimiz uchun yuqori o'ng burchakda joylashgan plus tugmasini bosishimiz orqali hujjat turlarini qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida xat turidagi hujjat turini qo'shib olamiz. Bunda demak o'zbekcha kirilishi, lotincha va ruscha va oxirida hujjat turini ko'rsatishimiz kerak. Bunda xat faqatgina kerakli kriteriyalarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, hujjat turi bizda xat turidagi faqatgina kiruvchi hujjatlar uchun yuqori call centerda uchrashi mumkin va ichki hujjatlarda va chiquvchi hujjatlarda ham uchrashi mumkin. Kerakli kriteriyalarni tanlagandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi va tasdiqlanadi. Demak, biz hujjat turiga xat turidagi ro'yxatni yaratdik. Qo'shimcha tarzda yana bir dona yaratib qo'yishimiz mumkin. Masalan, murojaat uchun ariza bo'lishi mumkin va bunda ham kriteriyalarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ariza faqat murojaatlar uchun uchragani uchun faqatgina murojaatni belgilab saqlash tugmasini bosamiz. Agarda zarurat tug'ilganda ariza boshqa turlar uchun kerak bo'lganda esa hujjatni ustiga bosib turib, hujjat turini tanlab, qo'shimcha kriteriyalarni tanlab turib saqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hujjat turini sozlab oldik. Ana endi yetkazish usullari. Yetkazish usullari ham xuddi hujjat turi singari yuqoridagi plus tugmasini bosish orqali kiritiladi. Misol tariqasida bu elektron pochta orqali o'zbekcha, lotincha va ruscha nomlarini kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi va tasdiqlanadi. Bunda ham bitta ro'yxatni yaratdik va qolgan turlarni ham xuddi shu orqali yaratib ketish mumkin bo'ladi. Ana endi jurnallar. Jurnallar esa har bir tashkilotning ichki tartib qoidalaridan kelib chiqib yaratiladi. Bunda ham jurnallarni qo'shish, sozlamalarni ustiga bosib qo'shish orqali yaratiladi va misol tariqasida birorta jurnal yaratib ketamiz. Jurnal 1 prefiksi 01 deb ketishimiz mumkin bo'ladi. Saqlash turib tasdiqlab qo'yamiz. Jurnalni yaratib bo'ldik. Yaratgandan so'ng ana endi buni jurnal turini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Jurnal turini ko'rsatishimiz uchun demak jurnal turini ustiga olib kelib kerakli hujjat turini tanlaymiz. Masalan, bizda hozir jurnal 1 ni men kiruvchi hujjatlar uchun qilmoqchiman. Qolganlardan farqli bunda kriteriyalar, ya'ni hujjat turlarini bir nechtasini tanlab bo'lmaydi. Faqatgina bittasini tanlab saqlash mumkin bo'ladi. Demak, hujjat turini tanlaganimizdan so'ng buni saqlash qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yana sozlamalarga kirib, bunda qo'shish qilib, qolgan barcha holatlardagi hujjat turlarini yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi. Kiruvchi, chiquvchi murojaatlar uchun yaratishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz bizda demak masalalar. Masalalarda biz qanaqadir masalalarni yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida, demak, masalalarni har bir tashkilot o'z sohasidan kelib chiqib yaratiladi. Demak, bunda ham bir nechta kriteriyalarni tanlab turib saqlash qo'yishimiz mumkin bo'ladi.
Demak, navbatdagi bo'lim bizda rahbariyat. Demak, rahbariyatda bunda ham qo'sh tugmasi orqali rahbarlarni belgilab ketishimiz mumkin. Belgilab turib, bunda amallarni belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkita amalimiz bor. Demak, bizda imzo qo'ya olish va ustixat qo'ya olish. Demak, ustixat qo'ya olish uchun agar ustixat qo'ya olishga ruxsat etilsa, ustixat belgilaymiz va imzolar olishga ruxsat etilsa, o'sha rahbarga, ya'ni belgilangan rahbarda imzolar qo'ya olishni belgilab saqlash tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi bo'limimiz quyi tashkilotlarga topshiriq tushira olish. Ya'ni bu nima degani? Misol tariqasida biror bir xodim o'ziga kelgan topshiriqni quyi o'ziga bo'ysunuvchi bo'limlarga yoki qaysidir bo'lim yoki bo'linmalarga tushirish imkoniyatini qilib qo'yish mumkin. Bunda ham plus tugmasini bosish orqali xodimni tanlab turib, qo'yilganda agar o'sha xodim o'ziga kelgan topshiriqni boshqa xodimlariga yoki o'zining quyi bo'limlariga yuborishi mumkin bo'ladi. Topshiriq mazmun namunalari. Bunda esa o'sha hujjatni topshiriq yaratish vaqtida namunalarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida ijro uchun va oxirida hujjat turini ko'rsatishimiz kerak. Misol tariqasida yana buni ma'lumot uchun qo'shib qo'yishimiz mumkin va buni ham kiruvchi hujjatlarda qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi foydalanuvchi guruhlari. Foydalanuvchi guruhlari bunda ham bir nechta xodimlar ro'yxatini yaratish mumkin va yana aytib o'tib ketaman, tashkilotda bitta xodim bo'lganligi uchun bitta xodim chiqadi. Bir nechta 10 ta foydalanuvchi bo'lsa agar, bu yerda barcha tashkilotdagi barcha foydalanuvchilar ro'yxatga kelib chiqadi. Demak, buni qilishdan maqsad nima? Topshiriq yaratish vaqtida bir turdagi topshiriqlarni bir necha kishiga yopish kerak bo'lgan vaqtda bitta foydalanuvchilar qilib qo'yiladi. Masalan, texnik xizmat ko'rsatish bo'limi yaratilib, xodimlar tanlab va saqlash tugmasi bosiladi. Topshiriq berish vaqtida shu bo'limni ko'rsatganda o'sha ro'yxatda nechta xodimlar bo'lsa, o'sha xodimlarga yetib boradi hujjatlar. Endi keyingi bo'lim hujjat shablonlari. Demak, hujjat shablonlarida tashkilotda rezolyutsiya, chiqish hujjatlar va ichki hujjatlar uchun shablonlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bunda Word fayli yuklanadi. Tashkilotni o'ziga tegishli firmini blankalari orqali hujjat shablonlarini yaratish mumkin. Raqamlar generatsiyasi. Demak, raqamlar generatsiyasi bunda tashkilotdagi kiruvchi, chiquvchi, murojaat, ichki buyruq va qolgan barcha turdagi hujjatlarni avtomat yoki avtomat emas qilib ketish mumkin bo'ladi. Tizimda yo'q tashkilotlarni shakllantirish. Tizimda yo'q tashkilotlarni shakllantirish misol tariqasida hujjatni kirim qilish vaqtida ro'yxatda agar qidirilganda tashkilot kelib chiqmasa, bu o'sha tashkilotlarni shakllantirib qo'yish mumkin bo'ladi. Buning uchun o'sha plus tugmasi bosiladi va tashkilotni o'zbekcha, lotincha, ruscha nomlari yozilib saqlash tugmasi bosiladi. Va oxirgi bizda bo'limimiz topshiriq muddatini belgilanmaydigan hafta kunlari. Ya'ni qaysidir tashkilotlar 5 kunlik, qaysidir tashkilotlar 6 kunlik bo'lsa agar o'zidan kelib chiqib o'sha kunni belgilab qo'yadi va belgilangan kunlariga topshiriq bera olmaydi. Misol tariqasida hozir men birorta tashkilotda 5 kunlik ish rejimiga o'tkazib qo'yish mumkin va o'sha shanba, yakshanba kunlarida topshiriq bera olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu Telegram linki orqali yo'llashingiz mumkin.